Lopnur insonlar faoliyati baldur boshlangan, shundaqla g'arbiy yurt tarixida o'zgacha madaniyat yaratgan yurtlarning biri. Lopnur xalq naqshlari azaldan Lopnur xalqi og'zida ixtiyoriy uslubda aytilib kelgan. Zamonimizga kelgandila muzikalar tankash qilinib, naqsh qoidalari bo'yicha o'rinlangandan keyin Lopnur xalq naqshlari deb atalgan. Lopnur xalq naqshlari Uyg'ur xalq naqshlarining eng qadimgi andezisini saqlab qolgan. O qadimki zaman Uyg'ur xalq naqshlari bilan hozirgi zaman Uyg'ur xalq naqshlarining o'zaro munosabatini bog'lab tushunishda, Uyg'ur xalq naqshlarining vujudga kelish jarayoni, tarixiy taraqqiyoti, pishib yetilish ahvollarini egilash va tadqiq qilishda intayin muhim ahamiyatga ega. Can